PUBG Mobile'da keyingi Turu 2 versiyasidagi 5 ta muhim o'zgarishlar. Birinchisi, yangi rejimimiz o'simliklarga oid bo'ladi. Erangilda bahaybat daraxt paydo bo'ladi. Ko'zlarni qamashtiradi, ko'rishlari mumkin, o'ta katta va chiroyli. Ikkinchisi, asosiy eventimiz Pachinki va Yasnaya Polyana hududida bo'lar ekan. Ba'zi uychalarning o'rniga shunaqangi yangi binolar qo'shishar ekan. Hozircha ko'rinishi juda zo'r emas. Uchinchisi, yangi rejimimizda maxsus transportda bu Chayon. Chayonni surnoy orqali chaqira olamiz, unga 2 kishi chiqa oladi va 2 xil hujum qilishi mumkin. Zahar sepadi va yaqindagi dushmanga hujum qila oladi. Yertagiga kirib ketish qobiliyati ham bor. Bu vaqtda personajimiz ham yertagida bo'ladi va o'qlar ta'sir qilmaydi. Noodatiy ajoyib transport. To'rtinchisi, maxsus ukol orqali kapalakka o'xshash qanot chiqara olamiz. Bu orqali osmonga uchib, dushmanlarga tepadan nurli hujum qilsak bo'ladi. Va nihoyat 5-yangiligimiz o'simlik qo'l qobiliyati. Buni ishlatganimizda personajimiz atrofida daraxtlik himoya paydo bo'ladi va maxsus o'simlik ildizi orqali biz yaqin atrofdagi dushmanlarni qidirib topib, ularni mana shu ildizga qamab qo'yib, borib osongina o'ldirsak bo'ladi ekan. Hozircha Turu 2 beta versiyamizda yangiliklari shundan iborat. Tez orada yana yangiliklar qo'shilsa albatta video qilamiz. Yangiliklar sizga yoqdimi yoki yo'q, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.